Tushunishinglar uchun men mehmonxonaga holdan kiryapman. Akam bo'lsalar prixoshkadan kiryaptilar. Shu yerdan ham bilib olsanglar bo'ladi. Dizayn studiyo xizmatlarimizdan qay darajada foydalanishganini. Aka, bu xonaga ham ko'p mehnatinglar ketdi shekilli, adashmasam. Juda chiroyli chiqdi-da. Albatta, bu mehmonxonamizni o'sha aytganimizdek neoklassika va milliylikni uyg'unlashtirishga harakat qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin, o'zimizning qadriyatlarga mos yerda o'tiradigan xon taxtlar joylashtirilgan yostiqlar bilan va ortiqcha bezaklarsiz sokinlik rangini beruvchi dekorlardan foydalanganmiz. Ramka va ramkalar yonida taraqlar bilan dekor ishlangan. Va albatta televizor qismimizga ancha ishlov berdik. Ko'rishingiz mumkin, mana televizor tarafi TV zonamizni venetsanka chizdirildi. Albatta, mramor, panoramik holatda pastlarga o'sha kamellar berilgan. Televizor zonamizni ozgina rangini o'zgartirdik, kombinatsiya bo'lishligi uchun va plus bunaqangi oynadek polkalarimizdan foydalandik. Zo'r chiqdi haqiqatda, menga yoqdi bo'lishi. O'sha aytganimizdek zamonaviylik va milliylikni uyg'unlashtirishga harakat qilganmiz. Juda ham keng va shinam mehmonxona bo'lgan.